endi savolda mana shu og'ir vaznli avtotransport vositalari haydovchilari shu O'zbekistondagi amaldagi yo'llarimiz haqidagi ma'lumotlardan xabari bormi? Bu yo'llarimiz necha tonnagacha mo'ljallangan, bir o'qqa tushadigan necha tonnaga mo'ljallanganligidan bir xabari bormi bularni? Afsuski yo'q. Agar xabar bo'lganda edi, mana shu 200 tonnalik, 150 tonnalik, 100 tonnalik transport vositasini olayotgan tadbirkorni mana hozir da'vo qilib chiqyapti, biz bilmagandik, biz anaqa qilmagandik, qaror chiqqandan sirazi borib banklar bilan kelishib 3 milliard, 4 milliardga mashinalarni olib kelyapti degan, holbuki 342-sonli qaror 2011-yilda qabul qilingan. O'shani bandlari bilan tanishib chiqsa bo'laydi-ku, 5 milliardga tavakkal qilyapti, 10 milliardga tavakkal qilyapti. Ertaga bu biznesimni oqibati nima bo'ladi degan bir anov odamzod o'ziga savol berish kerak emasmi? Endi o'sha kuni mana o'tgan safar yig'ilish bo'ldi, vazirimiz qatnashdi, savdo-sotiq sanoat palatasi qatnashdi, soliq qo'mitasi qatnashdi, ultimatum qo'yilyapti hukumatga. Bu qayerda ko'rilgan narsa? Hukumatga vakillariga ultimatum qo'yilyapti. 3 yil vaqt berasan, biz nima qilamiz? 3 yilgacha yo'l qoladimi? Agar hozir Buxoroning o'sha bundan 10 yil, pashti 14 yil oldin qurilgan yo'lini borib, u 50 yilga mo'ljallab qurilgan. Agar o'shani hozir borib bitta monitoring qilib 380 aytyapsizmi? Ha, mana 3 nima, Romitondan nimagacha. O'shani agar biz hozir tekshirib ko'rsak, u yo'lda o'sha nima chiqib bo'ldi. Uni yaqin vaqtlarda agar shu turish ketaversa, rekonstruksiya qilish to'g'ri keladi. Rekonstruksiya qilish juda qimmatbaho narsa u. Aynan betonkani rekonstruksiya qilish. Dovtota boshqona postimiz bor. Mana asosiy yo'limiz o'sha katta aorta qon tomirimiz. O'sha yo'l hozir sekin-sekin mana o'sha kuni bordim, Buxorodan Muborakacha qilinibdi. Dehqonobod yo'lini masalan har kun tanqid qilishib, Dehqonobodda ham juda qimmatbaho. Hozir Dehqonobod yo'lida 63 kilometr yo'lini sement betonga aylantiryapti. Ha, shuni odamlar xuddi Ali Boboning sehrli tayoqchasida ana deb bo'lib qoladi deydi-da, u iloji yo'q narsa uni. Uni necha marta zasipga qilyapti, necha marta ko'taryapti. Uni sinov muddati bor. Uni ustiga mana ko'rdim men, shunchalik qudratli texnikalar olib kelgan, cho'ktiryapti, ustiga yana to'kyapti. Cho'ktiryapti, sababi tog'lik seysmik hudud. Yo'q, men bir narsaga hozir men aniqlik kiritishni xohlar edim. Masalan, hozir men yuqorida bir statistikani aytdim-da. O'zbekistonda mavjud bo'lgan o'sha og'ir vaznli avtotransport vositalarining taxminan 40 mingtaga yaqini deyilyapti. Bu yuk ko'tarish qobiliyati 40 tonnadan yuqori bo'lgan avtotransport vositalariga to'g'ri keladi degan bir statistikani berishyapti-da. Biz endi bugun birinchi kun gapirayotganimiz yo'q-da bu masalada. Biz anchadan buyon gapiryapmiz va hukumatning hujjatlari ham mana hozir aytyaptilar, mana 2011-yilda hattoki qabul qilingan o'sha qonuniy aktlarimiz bor-da. Nahot endi shu yo'ldan tirikchiligini qilib yurgan haydovchi bilmaydi deb o'ylaysizmi? Sizlar masalan mana reydlar o'tkazasizlar, to'g'rimi? Assalomu alaykum barchaga. Hozirgi kunda ushbu ko'chma tarozilar yaqinda Avtoyo'l qo'mitasi, Transnazorat inspeksiyasi, Ichki ishlar vazirligi bilan kelishilgan holda birgalikda kunlik reydlik tadbir hamda ko'chma tarozilar ish faoliyat boshladi. Haydovchilar buni haqida 2011-yil chiqqan qaror bo'yicha to'g'ri, ular aslida buni biladi ham. Juda ko'plar ham o'zining to'nasini biladi. Lekin misol uchun mana oddiy qilib aytganimizda vodiy perevalidan o'tayotganda hamma tarozi borligini biladi. U yerga hamma o'zini og'irlik vasasini o'lchab, avvaldan shu jarima to'lamaslik uchun. Lekin hozirgi kunda mana o'zimiz ayniqsa Voha, Toshkent yo'nalishida haydayotgan, yuk tashiyotgan transport haydovchilari juda katta, ya'ni o'sha 100 tonnadan ortiq yuk ortganligi bilan haydovchilar shu masala bo'yicha faqat bitta narsa, shu transport vositasini davlatimiz hududiga olib kirilganligini asosiy sabab chiqib oladi. Lekin ushbu transport vositalari hammasi o'sha maxsus karyerlar uchun mo'ljallangan. Karyerlarda mo'ljallangan. O'zi o'ylang, misol uchun u transport vositasi zavod ishlab chiqarganda, misol uchun 200 tonna belgilayapti zavod. Yuk ko'tara olish qobiliyatini, lekin bizda 44 tonna-ku. Har qanday misol transport tezligi 200 km bo'lgani bilan, lekin bizda o'zimizda hududimiz yoki o'zimiz qarorlarimiz, qonunlarimiz bo'yicha 100 km maksimum tezlik. Haydovchilar shu narsa bo'yicha bo'yniga olmaydi, ya'ni o'sha juda katta tonna ortadi, katta mablag' olishni xohlaydi, jarimadan norozi bo'ladi. Ular hammasi bu ishni biladi, lekin mana shu haydovchilarga aytilyaptimi, siz o'sha da'vo qilib chiqayotgan hujjatingiz, ya'ni Ustandart tomonidan ruxsat berilgan-ku, bu o'sha avtotransport vositalarining O'zbekiston hududiga kirishi va yo'llarimizda harakatlanish uchun degan e'tiroz bo'lganda tushuntirilyaptimi? Bular o'sha aholi harakatlanadigan, hamma harakatlanadigan yo'ldan emas, balki o'sha karyerlarda harakatlanishi uchun hujjatida ham shunaqa yozilgan deb aytilyaptimi? Biladi o'zlari. Hammasi biladi, haydovchilar o'zi juda yaxshi biladi. O'zi o'rganib olgan. Ya'ni o'sha ko'chma tarozisi
ko'chma tarozi bo'yicha juda ko'p o'sha haydovchilar tomonidan e'tirozlar haligacha davom etyapti, videoroliklar olyapti. Lekin bu baribir qaror O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bo'yicha ish bo'lyapti. Jarimalar undiruvimiz, hatto avtoyo'l qo'mitasi bilan birgalikda har bir kilometrga yurgan kilometrgacha jarimalar undirilyapti, lekin baribir shunda ham haydovchilar hali bu qonundan to'xtagani yo'q. Bilib turib o'sha qarorni bilgan taqdirda ham harakat qilayotgani yo'q. Endi bizda hozir bitta tushunmovchilik nimada? Bizda o'sha tadbirkorlar tomonidan qonunlarni, qarorlarni o'rganmasligi. Bitta narsa, mana bu kishi ukamiz GAI xodimi qayta jihoz, masalan, mashinani texnik konstruksiyasi bo'yicha oddiygina bir holatni aytib bering, mana texnik ko'rsatkich bu transport vositasi uchun nima? Texnik ko'rsatkich, ya'ni o'sha transport vositasi ishlab chiqarilgan zavod tomonidan belgilab o'tilgan tartibda u. Ya'ni transport vositasiga o'zgartirish kiritilishi, transport yoki hamma narsada gaz balon qo'yamiz misol uchun, transport kuzov qismini o'zgartiramiz. Boshqa misol uchun pritsep yoki bo'lmasa bespritseplar tortamizda, transport vositasini o'zgartirish. O'shalar hammasi o'zgartirish kiritiladi. Texnik ko'rigiga, texnik reglamentiga o'zgartirish kiritiladi. O'sha masalasi bo'yicha ko'rib chiqiladi hamma. Endi texnik reglament bo'yicha qisqacha aytib o'taman. Bu texnik reglament bizdagi o'sha OON rezolyutsiyasi bor, Jeneva konvensiyasi bor. O'shani bizda ratifikatsiya qilinganda o безопасности колесных транспортных средств nimasi bor ruschasi. Endi o'zbekchasini hozir tarjima qila olmadim. O'sha narsa bizda ham ratifikatsiya qilingan. Sababi yo'l belgisi Qozog'istonda bu tusdami, bizda ham xuddi shunday. Sababi 56-yilda mana bu nima bo'lganda o'shani Vena konvensiyasiga biz qo'shilganmiz. Endi zavod ishlab chiqaruvchi zavod berayotgan bu ma'lumotlar o'sha transport vositasini pasporti. Ana o'sha holatlarni nazorat qiladigan bu davlat tashkiloti Respublika yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasini shaxsiy tarkibi postada. Bu texnik holati bo'yicha. Ikkinchi holat, transport nazorati inspeksiyasida hali vakolati yo'q. Masalan, transport vositasini bir tekshirib, texnik holati bo'yicha faqat tekshiradi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan birgalikda bir ayb topilsa, chorani sizlar ko'ra olasizlar, ma'muriy kodeks bo'yicha. Boshqa holatlarda bularning o'zini tizimi bor, ular chora ko'radi. Lekin men uchun eng muhimi bu texnik ko'rsatkich. Men masalan deylik, pasport kontroliga o'tirgan bo'lsam, o'sha odam keldimi, o'shanda sapadini qilmadimi, men odamni shubhalanaman. O'sha mashina ham xuddi shunday. Xo'p, yo'llarimizga tarozi o'rnatishimiz nimasi yomon, nimasi noto'g'ri? Men ashaddiy fanatikman. Eng targ'ib qilib kelayotgan bloger mendan boshqa hech kim uni targ'ib qilmagan. Vazirlar Mahkamasi 2011-yil 26-dekabrdagi 342-sonli qarorda avtotransport vositasiga ruxsat etilgan me'yorlar mavjud. Buni turiga qarab 2 o'qli, 3 o'qli, 4 o'qli, 5 o'qli, 6 o'qli, eng maksimal bugungi kunda ruxsat etilgan og'irlik 44 tonna. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi hududida. Bir narsa bor, boyagi savolingizni yana to'ldirib ketaman, bundan oldingi savolni. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi hududida o'qqa tushuvchi og'irlik 10 tonna etib belgilangan. Shu joyini to'ldirib ketaman. 10 tonna deganda haydovchilar tushunadiki, agar avtotransport vositasida menda 6 o'qli bo'ladigan bo'lsa, 10 tonnadan 60 tonna yuk tashishi mumkin degan savollar paydo bo'lyapti fuqarolarda, haydovchilarda. Bir narsaga urg'u berish kerakki, Vazirlar Mahkamasi qarorida umumiy ruxsat etilgan massaga rioya qilinganda 10 tonnadan oshmasligi kerak. Bu degani o'ziga ruxsat etilgan 2 o'qliga 18 tonna masalan, 3 o'qliga 26 tonna ruxsat berilgan normaga amal qilganda 10 tonnadan oshmasligi kerak. Yetaklovchi o'qqa. Shuni doполнение qilib ketaylik. Tushuntirib ketaylik. Aniq qilib ochib bir narsa borki, 2024-yil 28-oktyabrdagi 710-sonli qaror mavjud. 710-sonli qaror bilan biz 2011-yil 26-dekabrdagi 342-sonli qaroriga o'zgartirish va qo'shimchalar kirgizganmiz. Oldingi paytda O'zbekiston Respublikasi hududida yakka yetakchi o'qqa 11,5 tonna, boshqa o'qlarga esa 10 tonna etib belgilangan. Ushbu qaror bilan o'zgartirish kiritilgandan so'ng barcha o'qlariga yetakchi o'q bo'ladimi yoki boshqa o'q bo'ladimi, umumiy ruxsat etilgan og'irlik 44 tonnaga rioya qilganda o'qqa tushuvchi og'irligi 10 tonnadan oshmasligi kerak. Bu degani yukni ortish o'ziga yarasha uni mas'uliyati ham bor. Yukni to'g'ri taqsimlash. Bu degani deylik siz 44 tonnaga
umumiy avtotransport vositasi yo'lga zarar bermaydi. Aksincha, o'sha o'q yo'lga zarar beradi. Qanday qilib? Masalan, deylik 44 tonna yuk, oddiy terminda. Siz boya gapingizni boshida aytib o'tdingizki, bugungi kundagi yo'llarimizda aksariyat qismi 6 tonna, 9 tonnaga mo'ljallangan dedingiz. Chunki sobiq sovet davrida qurilgan va o'sha payt uchun 6-9 tonnaligi o'qqa tushadigan mo'ljallab Bu qurilgan. degani o'q degani yon tomoningizdan qaraganingizda shu bir tomonda ballon ko'rinadi masalan 6 ta. Bu degani 6 ta o'qda hammasida taqsimoti og'irligi turlicha taqsimlangan bo'ladi. Turlicha. Turlicha taqsimlangan bo'ladi. Bu degani o'sha ballonlardagi o'qqa tushuvchi og'irlik normasi 10 tonnadan oshmasligi kerak. 10 tonnadan oshadigan bo'lsa, bu avtomobil yo'liga zarar beradi degan ma'nosida aytilyapti. Sizda yukingiz 44 tonna, lekin ikkinchi o'qqizga, uchinchi o'qqizga yukni noto'g'ri taqsimlagansiz. O'sha noto'g'ri taqsimlash hisobiga 13 tonna, 14 tonna chiqib qoladigan bo'lsa, siz avtomobil yo'liga zarar beryapsiz. Noto'g'ri taqsimotni endi bir yo'l aniqlik kiritaylik-da. tarika deb bo'lib qoladi-ku, ariqchaga o'xshagan narsa o'sha o'qqa noto'g'ri ortilib tashilayotgan yukning oqibatida. Asfalt ayniqsa Yuk ortilishda ham demak o'ziga yarasha e'tibor beradigan joylarimiz bor. Qanday ortish kerak aslida yukni va biznikilar qanday ortyapti? qarang, mana shuni men tushuntiray, как professional haydovchi sifatida. Menda 5 o'qlik Yevropa davlatida ishlab chiqilgan eng ilg'or vosita pritsepim tegacham Yevropa. Uni ko'rsatkichlari bor. Aylantiruvchi, ya'ni tortuvchi o'qqa 10 tonna 200 gacha mumkin. 10 tonna 200 gacha. Pritsepda 3 ta o'q bor. 3 ta o'q, 6 ta ballon. Bunga 7,5 tonnadan 8 tonnagacha bunday olsa ruxsat etiladi. Eng asosiy bularda даже umumiy haqiqiy vazniga Rekord 210 tonnami sement. Biz 231 dan o'lchaganmiz Nurullo aka. 230. Ularda noto'g'ri o'lchash haqida u ikkinchi masala. Ikkinchi masala noto'g'ri yuklash deganim. Bugungi kunda agar 10 tonna berilgan bo'lsa, mana Nurullo aka hozir rekord 210 tonna guvohi bo'lganlar, biz ish jarayonida 231 tonna ortilgan transport vositalarini ko'rganmiz. 3 vagondan ziyod. O'qqa tushuvchi og'irligi 30 tonna. 30 tonna o'rtacha 30 tonna. Biz norma qilib 10 tonna belgilab qo'yganmiz. Siz tasavvur qiling, 11 tonna emas, 12 tonna emas, 13 tonna emas, 30 ming kilogramm haqida gap ketyapti. Bu deylik Yarim vagon. Samarqand viloyatidan, Qoraqalpog'istondan Toshkent hududiga kirib kelgancha qancha zarar beryapti yo'lga? Odamlar rekordga qilib kelgandan gap turgan. Bitta transport vositasi qanaqa zarar beryapti? Xo'p, endi yana savol. Qoraqalpog'istondan Toshkentga kelguncha nechta tarozidan o'tadi? Bugungi kunda shu savolni to'ldirib ketaman. Vazirlar Mahkamasi 2020-yil 28-may kunidagi 337-sonli qarori mavjud. Ushbu qarorda shu tarozi turlari belgilangan. Xalq tilida tarozi deganda, unga muvofiq, qarorga muvofiq tarozining turlari birinchisi ko'chma tarozi punkti, shuningdek statsionar nazorat punkti, uchinchisi avtomatlashtirilgan nazorat punkti. Bugungi kunda 3 turdagi vazn nazorat qilish punktlari respublikamiz hududida mavjud. Ko'chma nazorat punktlari bugungi kunda respublikaning barcha hududlarida, statsionar nazorat qilish punkti ayni paytda Qamchiq tomonida va Qoraqalpog'iston respublikasida tashkil qilingan. Avtomatlashtirilgan nazorat qilish punktlari ham respublikamizning bir nechta viloyatlarida mavjud. 43 ming kilometr yo'limiz mavjud dedik. 43 ming kilometrda biz hamma joyni obxod qilishimiz uchun qamrab olish kuchi juda bunda yuqori, bunda 43 ming kilometr. Qiyin, juda murakkab narsa u. Siz deylik davlat ahamiyatidagi yo'lda yursangiz, xalqaro yo'lda yurib ketadi. Bugungi kunda har bitta xalqaro yo'lda, ayrim yo'llarda alternativ yo'llar bo'lmasligi mumkin. Deyarli aksariyat yo'llarda alternativ yo'l mavjud baribir O'zbekiston hududida. Mahallalanishdan solib ketishadi. Bugungi kunda o'sha biz tarozi qo'ygan hududda mahalliy ahamiyatdagi mollik yo'llarda shu yosh bolalar, oilalarda yurgan yo'llarda ham yurgan holatlari ham mavjud. Bugungi kunda ushbu holatlar yuzasidan e'tirozlar ham bizga kelib turibdi. Oldingi videolarda ko'rgan bo'lsangiz, tarozi turgan joyda haydovchilar harakatni to'xtatadi-da, o'ng tomonga tirbandlik hosil qiladi. Keyin video material e'lon qilinadiki, mana shu Avtomobil yo'llar qo'mitasi, yo'l harakati xavfsizlik xizmati, transport nazorat inspeksiyasi tomonidan tarozi qo'yildi. Shu sababli avtomobil yo'lda tirbandliklar kelib chiqdi. Uni mohiyati o'sha haydovchi tomonidan o'rnatilgan tarozidan o'tishdan bosh tortyapti. U xohlamayapti, biladiki, o'zida ortiqcha yuk ortilgan.